Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Mana 2 yil mobaynida biz Yoshlar ovoz to'pi bilan har xil videolar tushiramiz. Bu video qisqametrajli seriallarda ma'nosi bor, ma'nosi bor, yana ta'lim tarbiyasi bor qarindoshlar. Bizning bu videolarimizni ko'rib Tabakkul degan guruhi bizga spor ichibdi qarindoshlar. Bu spor ochganning sababi bizga kamera, ya'ni har xil aparatlarni elish. Yani qarindoshlar, xalqimiz bo'lib, birlikda, o'mlikda bo'lib, mushu sporga ishlama, yordam qilgan bo'lsanglar, biz kelajakda har xil videolarni, ya'ni cho'ng ssenariy kinolarni tushirib, ma'lum apamoqchimiz qarindoshlar. Xalqimiz bizga yordam qilsa, biz xalqimiz uchun har qachon ishlashga tayyor qarindoshlar. Bu bizning qilayotgan ishlarimiz hammasi Allohning roziligi uchun qarindoshlar. Yana biz Tabakkul guruhiga Yoshlar ovozi nomidan Allohdan Alloh hildirimiz bildiramiz qarindoshlar. Hammalarga Alloh